Aylanğalıydı. Qadrli görmənlər, həftəlik mülahizə səhifəmizə xoş gəldiniz. Bu qitim biz aktivistlərimizdən Nəbican Əla əpəndi bilan söhbət edib barmız. Assalamu alaykum Nəbican əpəndim. Aleyküm assalam və rahmetullah. Rəhmət, Allah razı olsun sizdən. Nəbican əpəndim, siz yaxında Şərqi Türkistanda, yəni Xitay təcavüzçüləri qurğan cəza lageri toğrusundakı film nəhayət xalqımız arasında qızıq temaga aylanıdı. Siz bu filmdə film işləyicisi bo'lishdan boshqa, yəni qandaq rollarni qanday vazifalarni o'z ustingizga oldingiz? Men film işləyicisi bo'lishdan boshqa yana so'roq so'raydigan Xitoy saqchisining rolini oldim. Ya'ni Xitoyga ishlayotgan Uyg'ur saqchining roliga chiqqan bo'ldim. Bu filmning qisqa filmi qo'yilishidan bu filmdagi voqelik taraqqiyoti nihoyat jiddiy. Hem obrazlık işbanlanganligi, vaqalik so'zlarning murakkabligi hamma odamning qalbini haqiqatan larzaga soldi. Bu filmdagi e'loni shunchalik kishilarni qiziqqanligi sabab bu voqalikning ssenariysi haqiqiy voqeaga asosan yozilib chiqqanmi? Bu filmninki voqaligi haqiqiy voqalikka asosan hikoyalashtirib o'zgartirildi. Ya'ni boshqa voqealar to'liqlanib shaklda elib berildi. Aslida hamda buni biz bu voqalikni aslida har bir Uyg'urning beshida bunun o'xshagan tragediyalar nihoyat nurg'un. Shunday bo'lsa, buningda eng tipiklarini elib turib, buningda hozirgi oilalarni parchalayotgan, ota-onasini turmaga tashlash, jazolarga tashlash orqali bolalar yetim qilayotgan, anandan keyin majburiy Xitoyga yotliq qildirayotgan Uyg'ur qizlari va ularning oila tavotlarining jazolanishi, anandan keyin turmalarning ichidagi qiyin qistoqlar, shunga o'xshagan anandan keyin mau ichki a'zolarini ko'chirib elish qatorliq ahvollar atrofli shaklda gavdalantirildi deb o'ylayman. Bu filmni ishlash jarayonida sizlar qanday qiyinchiliklarga yo'liqdinglar? Film ishlash jarayonida biz ham asosligi shu artistlardan biroz nima qildik, qiyinchilikqa yo'liqdik. Chunki bu biz bu yerdagi rolga chiqqanlar asosligi hammasi vatan sirtida bu kasbiy emas, bir şekilde özümüzün qiziqishi bilan yoki bo'lmasa shu hozirgi bizning vaziyatimizningki ahvollariga ba'zilari turmada yetib boqqan, ba'zilari haqiqiy beshini voqelik shunday o'tgan, ko'z bilan ko'rgan shohidlarning ifodalash shakli bilan rollar shu shaklda ilingan bo'ldi. Undan boshqa endi bu kasbiy artistlar bo'lmaganlikdan biz odam taklif qilishda, bularmi ayol kishining roliga chiqishda nihoyat zo'r qiyinchiliklarni nima qildik. Chunki nurg'un odamlarga bu da'vatlarimizni chiqib berishni taklifini bergan bo'lsakmi, chiqqanmi deb. Chunki birsi film siyosiy tusga ekan. Ikkinchisi ayollarning bunday qiyin qistoq tujar bo'lgan, beshidan yog'liqni ilg'idadigan ko'rinishlar bo'lganligi uchun bu shaklda qiz ayollarimiz bundan chekinish bo'ldi. Eng bularmi o'g'illardagi chekinishi o'g'il qarindoshlarimizniki. Bular bu siyosiy bir film bo'lganligi uchun buni chiqib qolsam oila tabobatlarim va yoki degan bir xil ishida qo'rqinish bo'lganligi uchun buningga bir shaklda maydonga saklab chiqib berolmay qoldi. Inshaalloh qolgan jihatlarda yana xalqimizning har jihatimizni qo'llab-quvvatlashi, ba'zi bir qo'ldan keladigan ishlarda mayli nima yerlarni ijara berish olsun yoki bo'lmasa ta'minlash olsun, bu jihatlarda asos jihatdan bu film uchun kelgan to'qmandaq film ishlamoqchi bo'lsak, qo'y shiltonlar yerimizni shiltonlar deb mandaq har jihatdan qo'llab-quvvatlash bir shaklda ba'zi bir fidokor qarindoshlarimiz o'tirg'i chiqib o'zi bo'ldi, har qanday shaklda men qila olaman, mana shuni men qilib beray deganlar bo'ldi. Bundan nihoyat xush bo'ldik. Ama bular ayol qizlarning rolida buningda biroz qiyinlish bo'ldi. İnşallah endi bu muhacir hayotimizdagi tunji qitimda ishlangan vatanimizning bir amaliy hozirgi jazo lageri aks ettirilgan film bo'lganligi uchun buni endi biz kasbiy bo'lmasakmi bir shaklda buning qisman zulmning bir 20% yerini yo'rtib bera olsakmi ajab emas degan shaklda buni nihoyat sifatli ishlashga tirishdik. İnşallah qolgandan keyin bu film qo'yilgandan keyin xalqimiz bunga yaxshi o'zi buni ko'rgandan keyin
buni o'ziga qarta bir baho berdi deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat sizga. Assalomu alaykum qadrli ko'rurmanlar. Ko'rayotganinglar Ona til televiziyasi. Qadrli Ona til televiziyasining ko'rurmanlari. Kanalimiz sizning chin yurakdan qo'llashingiz bilan taraqqiy qiladi. Kanalimizga a'zo bo'ling, mushtari bo'ling. Tarqitib qo'yishingizni so'raymiz.